Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz 28-fevral kunidagi milliy sertifikat ekzamenlariga tushgan savollar tahlilini davom ettiramiz. Bugun ham bir qiziqarli misolning tahlilini berib o'taman. Savolimiz bizda muntazam n burchagining eng kichik diagonal orasidagi burchagimiz 120 gradusga teng bo'lsa, muntazam n burchagining nechta tomoni bor degan savolimiz ekan. Xo'p, birinchi chizib oladigan bo'lsak, mana bizda muntazam n burchak va uning eng kichik diagonal orasidagi burchak mana bu diagonal bilan mana bu diagonal bo'ladi. Mana burchagimiz 120 gradus ekan. Mana burchagimiz. Xo'p, mana shu 120 gradus berilgan bo'lsa, n tomon bor deylik. Xo'p, agar mana bu bitta burchagini alfa deydigan bo'lsak, bu ham alfa bo'laveradi. Xo'p, bizda mana bu yon tomonlar teng bo'lgani uchun bizda bu teng yonli burchak bo'lib qoladi mana bu burchagimiz. O'shandan keyin uning asosidagi burchagi o'sha 180 gradusdan alfani ayirib 2 ga bo'lganimiz teng bo'laveradi. Bunda ham xuddi shunaqa. Bu ham bizda 180 gradus minus alfa taqsim 2. Bizda mana bu burchagimiz to'laqonli alfa burchagi bo'lib turibdi. O'shani tenglamasini yozadigan bo'lsak, bitta burchagimiz bizda mana bu yerdagi burchagimiz 180 gradus minus alfa taqsim 2 qo'shilgan 120 gradus qo'shilgan 180 gradus minus alfa taqsim 2 teng alfa burchak kelyapti ekan. Biz ko'rib turibmizki, 180 minus alfa taqsim 2 ikkita bo'lib qoldi. Ikkalasini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, hop, ikkala qisqarib ketadi. 180 gradus minus alfa plus 120 gradus teng alfa 2 qoladi. Agar biz alfani bu tomonga o'tkazadigan bo'lsak, bizda bu chiqadi 180 gradus plus 120 gradus bizda 300 gradus teng 2 alfa. Alfani topadigan bo'lsak 150 gradus bo'lib turibdi. Ya'ni muntazam ko'p burchakning bitta ichki burchagi 150 gradus teng turibdi ekan. Bu yerda yana chizadigan bo'lsak, masalan, muntazam ko'p burchakni agar bitta burchagi 150 gradus bo'lsa, buni tashqi burchagi 30 gradus teng bo'ladi. Biz bilamizki, xohlagan muntazam ko'p burchakning tashqi burchagi 360 gradusga teng. O'sha qoida bo'yicha prosta 360 gradusni har bitta burchak 30 gradus bo'lsa 30 gradusga bo'lib qo'yamiz. Ya'ni 12 degan javob kelib chiqadi. Bundan ko'rinib turibdiki, bizda muntazam ko'p burchagimiz 12 burchak bo'lib turibdi. Ya'ni javobimiz bizda 12 burchakli muntazam ko'p burchak. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.